Assalomu alaykum. Mana bugun Marhamatda Rovot darvoza bozori. Qiziqqanlarga. Aka, bu Rovot necha pul bo'lyapti aka? 6 million so'm tayyor. Kvadratichi? Kvadrati 600 mingdan to'g'ri kelyapti. Lislari turishda bo'lgan. Bo'ldi. Qanaqa fason bu? High-tech. High-tech fason. Yangi chiqqan. Vizitkalari mana. Ahrorbek murojaat qilaverasizlar. Yo'lda qilib beramiz. Bonuslari ham. O'rnatib ketdi hammasi ichida. Bo'ldi, shu akamiz o'zlari ekan. Aka, bu necha pul olyapti bu? 6 million. 6 million? Qanaqa fason bu aka? Bu yukka fasoni. Yupqa fason? 2 lisi. Aytganda qilib qilib beraverasizlar. Bo'ldi mana. O'rnatib ketish ham yo'q ichida. Nimaga? Vizitkalari murojaat uchun. Chekka qarasiz. Marhamatda bugun bozor. Buni egasi yo'q shekilli. 5 million 800 ga. Bunaqasi yo'qsa mana buni ham vizitkasi. Aka, necha pul olyapti bu robot? YouTube'ga. Bu 5 million deyapmiz aka. Bo'ldi. Qanaqa fason bu aka? Polish fason deyiladi bu. Bo'ldi gap. Aka, o'rnatib ketish ham yo'q ichida bo'ladi. Hamma yo'q ichida 4,5 millionga chiqadi mana shu. Kvadrati necha pul qilib berasiz? 450 mingdan 550 minggacha chiqadi. Bo'ldi gap aka. Sepjaq qo'ydingizmi? Yana bunaqalari ham bor ekan. Aka, bu necha pul shu turishi? Ashtirish 5,5 million bo'lyapti aka. Bir ham lislida bo'lgan. Qanaqa fason bu? Qalin fasonmi?